Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Animus kanali. Do'stlar, bugun men sizlarga menimcha juda ham ko'pchilikka mashhur bo'lgan anime, albatta siz ham buni ko'rgansiz menimcha, Mening qahramonlik akademiyam animesining birinchi mavsumini 7 ta qismi haqida qisqacha so'zlab beraman. Albatta ushbu animeni o'zini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dagi Animelan o'qituvchi ilovasini yuklab oling va xohlaganingizcha tomosha qiling. Shuningdek, Animusning Telegram kanaliga ham tashrif buyuring. Bu yerda ham barcha anime sharh qismlari to'liq holda joylab borilyapti. Demak, ekranga yaqinroq o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Bizning qahramon Izuki Midoriya. U juda ham oqko'ngil, ko'ngli toza yigit edi. U maktab o'quvchisi edi. U qahramon bo'lishni juda ham orzu qilardi, chunki bir necha yil oldin bir yonadigan bola dunyoga kelib, shundan so'ng butun yer yuzida qahramonlar paydo bo'lishni boshlagan. Har bir qahramonlar 4 yoshga yetganida ularning qahramonlik kuchi paydo bo'ladi. Lekin Izuki Midoriyada bu unday emas edi. Ya'ni o'sha paytga kelib oddiy odamlar juda ham kamyob uchraydigan holatlarga aylangan. Bechora Izukida sehrli qobiliyat yo'q edi. Hattoki sinfdoshlari ham har doim uni ustidan kulishardi, ayniqsa Bakuga. Izuki birinchi darajali qahramonni juda ham yaxshi ko'rardi, chunki u qahramonlar orasida eng kuchlisi edi. Lekin shifokorlar Izukiga sen qahramon bo'la olmaysan deyishdi. Bu esa unga juda ham qattiq ta'sir qildi. Lekin u baribir umidini so'ndirmadi. Aynan shu xayol bilan u tunneldan o'tib ketayotganida uni o'sha bir shilimshiq yovuz ushlab oldi. U bechora Izukini bo'g'ib qo'ydi. Izuki nafas ola olmay o'lib qolishiga sal qolganida, taqdirni qarangki, birinchi darajali qahramon ham aynan shu mahluqni izlab kelgan ekan. U mahluqni bir zarbada yo'q qilib yubordi va Izukini qutqarib qoldi. Qahramon esa Izukini o'ziga keltirib, barakalla, men mahluqni mana shu bakalashkani ichiga joylab qo'ydim. Endi esa men ketdim deb endi ketayotganida, Izuki uni ortiga tirmashib olib, to'g'ri uchib ketib qoldi. Iltimos, sizda gapim bor deb Izuki uni qo'yib yubormadi. Ha, mayli bo'lmasam bolakay deb Izukini gapini eshitishga qahramon qaror qildi. Izuki birinchi darajali qahramondan hattoki super qobiliyati bo'lmasdan ham qahramon bo'lish mumkinmi deb so'radi. Qahramon endi shu savolga javob beraman deb turganida, kutilmaganda uni tanasidan juda ham ko'p parlar chiqib, bir kichkinagina arvoq bir odamga aylanib qoldi. Izuki buni ko'rib jinni bo'lib qoldi. O'zi qahramonning asl ko'rinishi shu ekan. U oxirgi bo'lgan jangda, bu jang ommaga aytilmagan, o'sha jangda juda ham qattiq jarohat olganidan hozirda ushbu qahramonning oshqozoni yo'q edi. Shu tufayli hozir birinchi darajali qahramon faqat 3 soatgina qahramonlik qila oladi. Izukini savoliga keladigan bo'lsa, u qahramon bo'la olasanmi yo'qmi bilmayman. Lekin xohlasang politsiyachi bo'lishing ham mumkin deb bu yerdan ketmoqchi bo'lib turganida, o'sha mahluq tushib qolganligini sezib qoldi va mahluq bu paytda esa hamma yerni vayron qilib tashlaydi. U Bakugani asirga olib olgan edi. Qolgan qahramonlar yordam berishga harakat qilishadi, lekin ularning kuchi yetmaydi. Birinchi darajali qahramon yordam beraman desa esa, lekin uni kuchi hozir yo'q edi. Shu payt kutilmaganda Izuki to'g'ri mahluqqa qarab yugurib boradi, chunki u sinfdoshini qutqarmoqchi edi. Izuki sumkasini mahluqning yuziga otadi. Natijada esa mahluq chalg'ib qoladi. Izuki Bakugani qutqarishga harakat qiladi, lekin uni kuchi yetmaydi. Izukining jasoratini ko'rib, birinchi darajali qahramon o'ziga keladi va qiyin bo'lsa ham mahluqni bir zarbada sochib yuboradi. Shu darajada qattiq uradiki, hattoki atrof vayron bo'lib ketishiga oz qoladi. Shunday qilib, Izukining jasorati
birinchi darajali qahramonni yana oyoqqa turishiga sabab bo'ldi. Bakuga Izukini unchalik yaxshi ko'rmas edi, shuning uchun u hayotini qutqarib qolsa ham unga rahmat aytish o'rniga sendan yordam so'ramagan edim dedi. Va shu payt birinchi darajali qahramon yetib keldi. U Izukiga sen juda ham jasoratli yigitsan. Men bir narsani bilamanki, eng kuchli qahramonlarni qahramon bo'lishligi aynan shunday holatdan boshlanadi. Ularni kuchi yetmasa ham, o'zlari bilib tursa ham tanalari ularga bo'ysunmay to'g'ri yordamga oshiqadi. Men senda shu narsani ko'rdim. Sen qahramon bo'lishga loyiqsan. Men o'z kuchimni senga beraman dedi. Shunday qilib bizning Izuki Midoriya qahramon, ya'ni shaxsan birinchi darajali qahramonning davomchisi bo'lishni qabul qildi. Ha azizlar, shunday qilib Izuki Midoriya qahramonning taklifini qabul qiladi va ular endi UA deb nomlangan federal maktab uchun imtihon topshirishga tayyorgarlik ko'rishni boshlashadi. Qahramon o'zini kuchini shunday Izukiga o'tkazib qo'yishi mumkin edi, lekin hozirda uning tanasi bunday kuchni ko'tara olmaydi. Uning tanasi bu kuchni ko'tara olmasdan yorilib ketishi ham mumkin. Shuning uchun avval tanani to'g'irlab, uni mustahkam, kuchli, baquvvat qilib, keyin kuchini o'tkazish kerak. Buning uchun esa u sohil bo'yidagi temirdan qilingan butun bir boshli axlatlar uyumini bir chekkaga to'plab, yo'q qilib tashlashligi kerak edi. Shunday qilib 10 oylik juda ham qiyinchilik bilan o'tgan mashqlardan so'ng Izuki Midoriya juda ham kuchli bolakayga aylandi. Barakalla Izuki. Va o'z kuchini birinchi darajali qahramon Izukiga o'tkazadigan vaqt ham yetib keladi. Buning uchun qahramon o'zini sochidan bir tolasini Izukiga beradi. Izuki bu sochni yutib yuborishligi kerak edi. Shunday qilib u sochni yutib yuboradi va imtihon kuni ham keladi. U imtihonga yo'l oladi. Imtihonga esa bir gravitatsiyani boshqara oladigan qiz ham bor edi. Birinchi kundanoq Izuki u bilan yaxshigina tanishib oldi. Shunday qilib imtihon shartlari tanishtiriladi. 4 xil darajadagi mahluqlar bor, ya'ni maxsus yasalgan yovuzlar. Ular 3 ballik, 1 ballik va 2 ballik mahluqlar hisoblanadi. Lekin ular orasida ko'rsatilmagani ham bor. Bu 0 ballik maxluq hisoblanadi. Uni ko'rganda yaxshisi qochib ketish kerak, xolos. Shunday qilib o'quvchilar o'quv maydoniga yetib kelishdi. Bu yerda ularni o'sha sinov uchun tayyorlangan robotlar kutib turishardi. Izukining super kuchi endigina amal qilishni boshlashligi kerak edi, lekin bu qanday bo'ladi Izukining o'zi ham bilmasdi. Yigitlar esa boshqa bolalar o'sha 1 ochkolik, 2 ochkolik bo'lgan juda ham ko'p bo'lgan robotlarni hammasini yer tishlatib o'zlariga kamida 40 ochkodan to'plab bo'lishgan edi. Lekin Izukida hali ham 0 ochko. Va shu payt kutilmaganda esa o'sha 0 ochkolik robot paydo bo'ldi. Mana nimaga qochib ketinglar deyilgan, chunki u eng katta va eng kuchli robot edi. Hamma qochib ketardi. Lekin ular orasida haligi qizcha Izukiga boshida yordam bergan qizaloq bir toshlar uyumi ostida qolib ketgan edi. Izuki uni qutqarish uchun o'ylab o'tirmasdan robotga qarab yugurdi va oyog'ida o'sha qahramondan olgan super kuchini ishlatib, o'sha maxluqqa, ya'ni robotga shunaqangi bor kuchi bilan zarba berdi. Natijada robot bir zarbada yo'q bo'lib ketdi. Hamma hayron qoldi. Lekin Izukining qo'li va oyoqlari sinib ketgan edi. Endi Izuki yerga qaytib tushishi kerak edi. U yerga tushadigan bo'lsa parchalanib ketadi. Endi nima qilishini bilmay qoldi. Qanday qilib yerga tushadi? Va shu paytda uni o'sha haligi qizaloq qutqarib qoldi. Uning kuchi gravitatsiya edi va u uni yerga tushishidan saqlab qoldi. Keyin ma'lum bo'ldiki, bular bu 0 ochko beradigan robotni bekorga
tayyorlashmagan ekan. Shunday qilib, bu yerda yana bir davolovchi doktor ham bor edi. U singan joylarni juda ham tez o'ziga qaytarib qo'yardi va shunday qilib Izuki o'zi ishonmayotgan edi. Ya'ni u 0 ochko bilan imtihonni topshirdi va ertasi kuni Izukiga Yue'dan xat keldi. U xat shunday ediki, bunda shaxsan birinchi darajali qahramonning o'zi Izukiga bor haqiqatni aytib berdi. U hakamlar orasida bor edi. Izuki qutqarib qolgan o'sha qiz esa Izukiga o'z yig'gan ballaridan, ya'ni baholaridan Izukiga bermoqchi ekanligini, chunki u Izukini qutqarganligini aytgan edi. Lekin bu ish bo'lmaydi. Chunki bundan tashqari hakamlar hay'ati ham bor. Ular Izukining jasoratiga, uning mardligiga 60 ball berishib, Izuki imtihondan o'tgan edi. Shunday qilib, yigitlar yuqori ballarni to'plab akademiyaga, ya'ni Yue akademiyasiga o'qishga kirishdi. Birinchi darajali qahramon esa bizning Izuki Midoriyani yangi daraja bilan tabrikladi va unga o'zining kuchi endigina uchqun ekanligini, lekin bu bir kun kelib xuddi o'zinikiga o'xshab alanga bo'lib yonib, kuchli bo'lishligini aytdi. Izukining sinfi birinchi A sinfi edi. Bu yerda barcha bolakaylar Bakuga ham bor edi. Shuningdek, boshqa juda ham ko'p yigitlar ham bor edi. Ularning o'qituvchisi esa Aizawa, sal g'alatroq o'qituvchi edi. Uni ko'rinishi ham bir g'alati, o'zi ham bir g'alati edi. Uning kuchi, ya'ni bugun ularning sinf rahbari shu Aizawa bo'ldi. Uning kuchi bir qarashda o'sha qahramonni sehrli qobiliyatini olib qo'ya olish edi. Shunday qilib, Aizawa birinchi kuni yigitlarni hammasiga faqatgina o'sha kuch mashqlarini, chidamlilik mashqlarini o'rgatdi. Yue akademiyasida ham darslar xuddi barcha oddiy maktablardagidek bir xil bo'lardi. Tushlik vaqtida hamma bir xil vaqtda nonushta qilishadi. Shuningdek, ertasi kuni yigitlarning o'qituvchisi shaxsan birinchi darajali qahramon bo'ldi va u hammaga jang bo'lishligi haqida e'lon qildi. Bu jang o'sha super qahramonlar o'rtasidagi jang edi va ularning har biriga o'zlari xohlagandek kiyim berildi. Yue akademiyasiga kirganda yana bir qulaylik bor edi. Bunda o'sha kirmoqchi bo'lgan odam o'zi xohlagan tarzda super qahramonlar kiyimini olishligi mumkin. Faqatgina Izukida bu sal boshqacharoq edi. Unga kiyimni o'zining onasi tayyorlab berdi. Shunday qilib, hamma ikki jamoaga bo'linib jang qiladigan bo'ldi. A va A, B, C, D shunga o'xshash jamoalar. Shunday qilib, birinchi jang qiladigan jamoa bu D va A jamoasi. D jamoasi bu Bakuganiki edi, A esa bu Izukiniki. Xullas, shartlar shunday ediki, qaysidir bitta jamoa, ya'ni hozirda D jamoasi dushman yovuz bo'ladi, A jamoasi esa qahramonlar bo'ladi. Ular kirib, bombani zararsizlantirishlari kerak edi. O'zingiz bilasiz, bu ikkala shovozni yoshliklari unchalik yaxshi o'tmagan va bir-birlarini juda ham yaxshi ko'rishardi. Hazil. Va nihoyat ancha vaqtdan keyin Bakuga va Izuki Midorilarning haqiqiy to'qnashuv payti yetib keldi. Bu paytni Bakuga juda ham uzoq kutgandi, chunki u Izukini kichkinaligidan yomon ko'rardi. Izukini o'zi aslida umuman sehrli qobiliyati yo'q edi. Bakuga esa kutilmaganda uning sehrli qobiliyati paydo bo'lib qolganidan juda ham g'azabda edi. Shu sababli bor kuchini to'plab Izukini yo'q qilishga, yanchib tashlashga ahd qildi. Uraraka esa o'sha robot kiyimidagi Idani topib keldi. Ida o'zi juda ham aqlli bola edi, lekin ushbu nimaga juda ham jiddiy tayyorgarlik ko'rgan edi. Urarakani kuchi esa bu tekkan narsasini vazinsizlantirib qo'yish edi.
Shunga yarasha hammasi tayyorgarlik ko'rib bo'lishgan edi. Lekin Bakuga bilan Izukining jangi juda ham jiddiylashib ketdi. Bakuga xuddi o'zini yo'qotib qo'ygandek edi. U oddiy jang qilmoqchi emas, xuddi Izukini yo'q qilmoqchiga o'xshardi. Va u haqiqiy jinniga aylanib qolgan edi. Bu qilgan ishi uchun u ustozdan juda ham qattiq gap eshitdi. Lekin ularning janglari tobora shiddatli bo'lib borib, qandaydir vahshiyona tus olishni boshladi. Va oxiri iloji yo'qligidan Izuki bor kuchini ishlatishga majbur bo'ldi. Lekin uni ham Dekoga, ya'ni Bakuga to'g'rilamadi. Oddiy tepaga yuborganida butun bir boshli bino yo'q bo'lib ketdi. Aynan shu paytda shu Urarakaga qo'l kelib qoldi va Uraraka vazinsizlantirib toshlarni, o'zi esa o'sha raketaga qo'l tekkizdi va ushbu jamoa g'alaba qozondi. Bakuga esa o'zini yo'qotib qo'ydi. Izuki bu narsani qilmoqchi emasligini aytdi. Afsuski, barchasi yomon tarafga o'zgarib ketdi, lekin baribir Izuki g'alaba qozondi. Do'stlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Agar anime sizlarga manzur kelgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Shunday qilib birinchi qism o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni 7 ta qism. Qolgan 6 ta qismini tez kunda chiqarishga harakat qilaman. Demak, ushbu anime o'zi 13 ta epizoddan iborat. Agar anime yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, shunda siz yangi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Do'stlar, shu narsani yoddan chiqarmaylik. Bu dunyoda hech narsa mehribon Allohning izmisiz bo'lmaydi. Anime bu shunchaki to'qima xolos. Animeni hayotingiz bilan bog'lamang. Kelgusi qismlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.